bir xonadon bir oilani hayotini o'zgartiradi. Masalan, mana bu insonlardek. Ularning bundan xabari yo'q. Biz hozirgina ularning uyini qurib bitkazdik. Ko'zingizni oching va o'kriling. Bu siz uchun qurilgan yangi uy. Undan bunaqa reaksiyani kutmagandim. U shokda. Bu yerda yotoqxona bor ekan. Doim unga 2 qavatli kravat olib berishni orzu qilardim. Mana amalga Bu oshdi. sovg'a qiladigan 100 to'yning birinchisi. Birinchisi Ularga yoqqanidan xursandman. Boshqa uylarda topshirishga ketdik. Bu videoda qurayotgan har bir uyimiz boshpanasi yo'q oilalarning yashash sharoitini yaxshilaydi. Va millionlab dollarlarni mana shu video uchun sarfladik. Chunki Jamaykada 1,5 milliondan ortiq odam xavfli sharoitda yashayapti. Masalan, mana bu oila kabi. Ularning uylari shu qadar xavfli holatdaki, istalgan vaqtda qulab tushishi mumkin. Bu joyni o'zingiz qurganmisiz? Ha. O'z qo'lingiz bilanmi? ha, mana bu taxtalar va siz ko'rgan barcha materiallarni o'zim olib kelganman. Lekin biz tog'ning tepasida turibmiz. Hamma narsani toqqa qanday qilib olib chiqqansiz? Boshimda. Boshingizda? Boshida. Wow. Bu oilaga uy qurish shart ekanligini tushunib yetdik va hamkorlarimiz bilan ishlash va qurilishga yetarlicha vaqt kerakligi uchun ularni sayohatga jo'natdik. Siz shu uyda yashayotgan oilani mana bu uyga kelishiga guvoh bo'lasiz. Ularning birinchi taassurotlarini ko'rishga oshiqayman. Xudoyim. Siz ko'rib turgan joy yangi uyingiz. Sizlarni yuborgan sayohatimiz shunchaki hiylamiz edi. Uy qurishimiz uchun bizga vaqt kerak edi. Ichkarida ko'rmoqchimisiz? Kirib ko'ring. Sizga yangi mebel kerak bo'ladi deb o'yladik va uyingizni to'liq yangidan jihozladik. Endi sizlarda elektr quvvatidan tashqari suv bachogi ham bor. Bu yerga bolalar uchun 2 qavatli kravat ham qo'ydik. Xudoyim. Koridor bo'ylab yursangiz yotoqxonangizda ko'rasiz. Zo'r-ku. Chaqalog'ingiz uchun belanchak ham bor. Dayra, qara bu seni belanchaging. Rostdan juda qiynalayotgandik. Hayotimni butunlay o'zgartirib yubordingiz. Bu esa uyingizning hujjatlari. Katta rahmat sizlarga. Afsuski bu oilalar yashaydigan ba'zi joylar chindan ham hayot uchun o'ta xavfli. Bu oila ayni paytda mana qayerda yashaydi. Bolalarning onasi tom teshikligini va undan sovuqishini aytdi. Yomg'ir yog'ganda tomdan chakka o'tadi va butun uyni suv bosadi. Uning bolalari ho'l bo'lib uxlay olishmas ekan. Bugundan boshlab bunday bo'lmaydi. Biz siz uchun yangi uy qurdik. Mana kalitlar. Ey Xudoyim. Meni ham boshpanam. Lekin bilaman bu hali kam. Yamaykadagi boshqa oilalar uchun ham uy qurib beramiz va 100 ta uy qurmagunimizcha to'xtamaymiz. Afsuski keyingi manzilimizda daryo bor. Bu har yili yuzlab uylarni vayron qiladi. Yomg'irli mavsumda bu daryo suv toshqini bilan uylarni va baxtga qarshi shu payt uyda bo'lganlarni oqizib ketadi. Ko'rib turganingizdek. U yerda muzlatkich yotibdi. Demak, qirg'oqdagi bir uy suv ostida qolgan. Shunaqa. Aytmoqchizki, bu joyni suv bosadi. Odamlar yashayotgan uylarni suv oqizib bu yer vayronaga aylanadimi? Afsuski shunday. Men bunga yo'l qo'ya olmayman. Bu yerdan bir necha chaqirim narida mahalliy aholi uchun yangi uylar qurdik. Ishonavering, biz bu uylarni sovg'a qilamiz. Bu uyni, bu uy va bularda ham. Bu yerda uylar ko'p. Uy berishni Mariya va uning qizidan boshladik. Ularning oldingi uyni yomg'irli mavsumda daryo butunlay oqizib ketgandi. Uxlash uchun hatto oddiy to'shagi ham yo'q oila har kunini hayot bilan kurashda o'tkazayotgan edi. Endi hayotingiz yaxshi bo'ladi. Yolg'iz Xudo kuchli bo'lishimga yordam. Ingliz tilini bilishmaydi, a? Ularga o'girilib yangi uyiga qarashlarni tarjima qilib bera olasizmi? Qarang, bu sizning yangi uyingiz. Xo'sh, qalay, yoqdimi? Ey Xudoyim. Rahmat. Go'zal Xudoyimga rahmat. Orzuyimiz ushaldi. Muammosiz. Ichkariga kirishingiz mumkin. Rahmat. Chalamoqchimisiz? Bemalol. Qani? Mayli, yuring. Voy, buncha chiroyli. Ular uyni ko'rishayotganda hali ham uy sovg'a ekanligini bilishmas ekan. Ularga uy sovg'aligini aytmaganmidingiz? Yo'q, hali Ayting, aytmagan. bu ularga sovg'a. Siz hech nima to'lamaysiz. Hammasi Ay, hammasi uchun rahmat. Yangi uyingiz bilan tabriklayman. Rahmat. Ularga sovg'aligini aytmaganingizga hayronman. Yotsam bo'ladimi? Albatta bo'ladi. Voy, uxlab qolaman. Yangi uyingiz yoqdimi? Sizni quchoqlasam maylimi? Nima dedi u u? sizni quchoqlamoqchi. Ha, albatta. Rahmat. Ularning xursandligini qarang. Mana shu lahzalar uchun biz shunday videolar qilamiz. Chin yurakdan minnatdorman. Endi toshqindan xavotir olmasangiz ham bo'ladi. Bu sizning yangi uyingiz. Mazza qilib yasha. Kichkintoy uchun ham belanchak olib keldik. O'g'lim, endi uyimiz bor. Ortimdagi qator uylarni ko'ryapsizmi? Ularning oldida ko'zlari bog'langan oilalar turibdi. Biz ularda o'g'irlamadik. Bir vaqtning o'zida hammaga uy bermoqchimiz. 8 ta oilaning hayoti butunlay o'zgaradi. Diqqat qilinglar, ko'zlaringizni oching va ortingizga qarang. Bu sizlarning yangi uyingiz. Tabriklaymiz. Voy, rostdan sovg'ami? Uy uchun katta rahmat, Jimmy. Pastga tushib reaksiyalarni ko'rmoqchiman. Yangi uy yoqdimi? Rahmat. Tabriklayman. Salom. Uylaringiz yoqdimi? Yangi uyingiz
yoqdimi? Yoqqan bo'lsa juda yaxshi. Ko'raylikchi ular qanday fikrda. Nima deb o'ylaysiz? Chiroyli, rahmat. Minnatdormiz. Yoqqanidan xursandman. Endi oxirgi uyga yetib keldik. Yangi uyingiz haqida nima deysiz? Rasmga tushsak bo'ladimi? Ha, bu yoqqa keling. Men siz bilan faqat rasmga tushmoqchi emasman, balki men bilan futbol o'ynarmikin, so'rab Bu bilan ko'ringchi. futbol o'ynaysanmi? Ha, bunday deyishimni sababi biz ularga uy bilan birga katta futbol maydoni ham qurib berdik. Eng ajoyib qismi, u yerda 100 ta bola bor. Hozir ularga surpriz qilamiz. Ular umrida birinchi marta yangi futbol maydonini ko'rishyapti. Kelinglar, futbol o'ynaymiz. Yangi futbol maydonidan bahra oling. Hamma o'ynasin. Albatta, maydon bilan birga bolalar uchun yangi futbol anjomlari ham berdik. Maydonda mazza qilib o'ynang. Birgina maydon yetmaydi shekilli. Hamma bolalar Feastables talab qila boshlashdi. Mana Feastables. Ularga rostdan ham juda yoqib qoldi. Endi ko'proq olib kelaman. Festivals hammasidan zo'r. Nima deganini bilmayman, lekin agar masala degan bo'lsa to'g'ri aytdi. Albatta, bu hududdan tashqari ham El Salvadorda xavfsiz uyga muhtoj yana ko'plab oilalar bor edi. Shu sabab ketishimizdan oldin imkon qadar ko'proq uy qurishga harakat qildik. Lekin bu hali hammasi emas. Argentinadagi kichik bir joy ham bizning yordamimizga juda muhtoj edi. Bu yerda ham har bir bola xavfsiz o'sishi va o'qishi uchun ketma-ket uylar qurdik. Lekin bu tugadi degani emas. Meksikaga uchib bordik va u yerda ham oilalar uchun juda ko'p uy qurdik. Keyingi manzilimiz Kolumbiya bo'ldi. U yerda kuchli shamoldan uylari vayron bo'lgan aholi punktini topdik. Keyingi oila ilgari ana shunday uyda yashagan. Nega yashagan deyapman? Chunki tornado uylarni butunlay vayron qilgan. Bu uyda yashab bo'lmasligi aniq. Shuning uchun Jon va Annaga yangi uy qurdik. Endi esa ularga uyni topshirish qoldi xolos. Hali bu uy ulardagi ekanligini bilishmaydi. Yaxshi. Endi to'xtang va ko'zingizni oching. Tabriklayman. Bilaman ishonish qiyin, lekin bu rostdan ham sizning uyingiz. Eshikni ochib ko'rasizmi? Ular hayratda. To'g'risi, uylik bo'lganiga hali ham ishonishmayapti shekilli. So'zda hech narsa deyishmasa ham, lekin ko'z yoshlari hammasini aytib turibdi. Tabriklayman do'stim. Bu endi sizning uyingiz. Bu uy juda katta ekan. Oldingi uyimiz juda kichik va chala bitgandi. Bizning uyimiz bor. Lekin Jon va Anna Kolumbiyada yordamga muhtoj yagona oila emasdi. Qolgan aholi uchun nima qilganimizni allaqachon bilgandirsiz. Yoqdimi? Xursandligidan kulishini buni. Dunyodagi har bir inson xavfsiz boshpanaga ega bo'lishga haqli. Lekin hamma qurilishimiz ham silliq ketmadi. Eshikning qulfini bilmasdan buzib qo'ydim. Mebellar hali tashqarida turibdi. Ularni ichkariga olib kirishimiz kerak. Uy egalari ham yaqinlashib qolishdi. Derazada panjara bor. Undan ichkariga kira olmaymiz. Nima qilishga boshim qotdi. Do'stlar, qovun tushirdik, oila keldi, vaqtimiz esa tugadi. Rostdan jiddiy aytyapsizmi? Salom, qalaysizlar? Salom. Bu yoqqa keling. Uzr, menimcha eshik qulfini sindirib qo'ydim. Ocha olmayapman. Siz urinib ko'ring-chi. Balki menda o'xshamayotgandir. Yo'q, hammasi joyida. Nima? Qanaqa qilib ochdingiz? Ha. Biz aqmoqmizmi? Bolalar, qani ichkariga. Yaxshi qulf ochuvchi bo'lmasam ham, lekin ko'rmoqchimisiz? Ular hali mebellarni umuman ko'rishmagan. Muhimi shuki, Xose va uning oilasini endi o'z uylari bor. Endi uy haqida o'ylamasangiz ham bo'ladi. Bilishimcha, yagona transportingiz ham ishdan chiqar ekan. Shuning uchun yana bir surpriz. Qoyil. Mana, sizlarga yangi mototsikl ham oldik. Marhamat. Rahmat, katta rahmat. Arzimaydi. Ha. Endi ularning yangi uyi va transporti bor. Shu joyda o'ylab qoldim. Uylarda tarqatayotganimda ko'pchilikning transport muammosi borligini sezdim va bunga yechim topdim. Ochinglar. Biz bu qishloqdagi har bir bola uchun velosiped olib keldik. Rahmat, Mr. Beast. Arzimaydi. Rahmat, Mr. Beast. Kolumbiyada bunchalik ko'p uy qurganimizdan keyin ham bizda sovg'a qilish uchun yana bitta uy qolgan edi. Va nihoyat bizda 100-uy. Ko'zingizni ochib yangi uyingizni ko'rishingiz mumkin. Katta rahmat. Rahmat. Tabriklayman. Marhamat, ichkarida ko'ring. Xudoyim. Bu uylarni qurishda yordam bergan barcha hamkorlarimizga rahmat. Albatta sizlarga ham katta rahmat. Agar sizlar bu videolarni ko'rmaganingizda, biz bularning hech birini amalga oshira olmas edik. Agar kanalimiz o'sishda davom etsa, kelajakda minglab uylar qurish niyatim bor.